Assalomu alaykum. Men Shahidova Dildor Usmonova 26 yillik tish tajribasiga ega bo'lgan oliy toifali pulmonologman. Endi pnevmoniya bu o'pka to'qimasining infeksion yallig'lanishi bo'lib, alveolarlarga eksudat yig'ilishi natijasida kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Zotiljamning kelib chiqish sabablari bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar. Asosan shu 3 ta yuqtiruvchilar orqali kelib chiqadi. Pnevmoniyani 3 ta turi, har xil turlari bor. Yengil kechuvchi pnevmoniya, o'rtacha og'ir, og'ir kechuvchi pnevmoniyalar hamda asoratlangan pnevmoniyalar bo'ladi. Yengil kechuvchi pnevmoniyalar bir hafta davomida o'sha bemorda isitma davomi, yo'tal bo'lishi, it uvishi, titroqlar bo'lishi, intoksikatsiya belgilari, bosh og'rig'i, tumovlar bilan boshlanadi. O'rtacha og'ir kechuvda esa o'sha kasallikning xurujli yo'tal, hansirash, tana haroratining tushmasligi, intoksikatsiya belgilari bilan davom etadi. Og'ir pnevmoniyalar esa bu tana haroratini sutka davomida bir xilda ushlab turilishi, harsillashni kuchayishi, harakatda tinch holatda ham harsillash bo'lishi, nafas siqishlari, kuchli intoksikatsiya belgilari bilan namoyon bo'ladi. Zotiljamning asosiy belgilaridan biri tana haroratining ko'tarilishi. Tana harorati bu 37,5 dan 38-39 gradusgacha ko'tarilishi kuzatiladi. Ko'krak qafasida og'riqlar bo'ladi. Og'riqlar yo'talganda, harakatlida kuchayishi bo'ladi. Keyin hansirash sog'lom odam yurganda, harakat qilganda qarsillamaydi. Lekin zotiljam qo'shilgandan keyin bemorda nafas olish qiyinlashadi va hansirash kelib chiqadi. Agar kasallikni davolashni boshlamasak, nafas siqishlari, holsizlik, terlash, ular hammasi kuchayib boradi. Bemorlarda zotiljam aniqlanganda, bemorning o'sha zotiljami turiga, kechuviga qarab turib, yengil, o'rta, og'ir kechuviga qarab turib, uy sharoitida, statsionar sharoitda, reanimatsiya sharoitida davolanish hal qilinadi. Bunda faqat shifokor ko'rigidan keyin ma'lum bo'ladi. Chunki bemordagi o'sha kechuvchi asosiy belgilardan tashqari intoksikatsiya belgilari ham mavjud bo'ladi. Bu intoksikatsiya belgilariga o'sha kuchli bosh og'rig'i, ko'ngil aynashi, qusishi, tanadagi og'riqlari, terlashi, ishtahasizlik, shularni ko'rib turib, keyin bemorning qaysi sharoitda davolanishi tavsiya qilinadi. Zotiljam asosan statsionar sharoitda davolanadi. Juda kamdan kam hollarda uyga muolaja yozib beriladi. Hozirgi kunda allergiya, antibiotiklarga nisbatan allergiya ko'p bo'lganligi sababli antibiotiklarni ham uyga berayotganda har tomonlama o'ylab, har bir kasalga alohida yondashib buyurilishi kerak bo'ladi. Uy sharoitida bemorlarimiz o'z holicha antibiotiklarni tartibsiz olishni boshlashadi. Antibiotiklarni tartibsiz olish boshlanadi. Mana bir kun oladi, effekti bo'lmayapti deydi, ikkinchi kun ikkinchi antibiotik qo'shadi, uchinchi kun uchinchisini qo'shadi. Yo'q, antibiotiklarning o'zini ta'sir doirasi. Har bir kasallikdagi har xil antibiotik turlari juda ko'p. Har o'sha zotiljamni ham turiga qarab turib, bemorni ko'rganidan keyin qaysi turdagi antibiotik bu bemorga mos kelishini shifokor o'zi ko'rigidan keyin, ayniqsa pulmonologlar ko'rigidan keyin tavsiya beriladi. Bemorlar qachon shifokorga murojaat qiladi? Bunda 3 kundan ortiq tana haroratining 38 dan tushmasligi, ko'krak qafasida og'riqlar boshlanishi, harsillashni ko'payishi, yo'tal kuchli xurujli bo'lishi, balg'am ajralishi, ayniqsa balg'amda qon ajralishi bo'lganda zudlik bilan murojaat qilish kerak bo'ladi. Tajribam davomida menga bir bemor murojaat qilgan. Qabul bo'limida bemorni ko'rganman. U kuchli intoksikatsiya, o'sha tana haroratini ko'tarishi, isitma, harsillashlar bilan murojaat qilgan. Biz uni tekshiruvlar natijasida zotiljam aniqlangan va statsionar davo buyurilgan. Statsionar davolanish fonida ham bemorda kasallikning asoratlari ketish boshlagan. Chunki u bemorga o'pkaga suv yug'gan, eksudativ plevrit bo'lgan. Eksudativ plevritni davolab, yaxshilab uyga chiqarganmiz. Orada 2 hafta o'tgandan keyin bemorda yana tana haroratining ko'tarilishi, kuchli intoksikatsiya belgilari bilan kelgan. Lekin bemorda u paytda o'sha o'pka absessi aniqlangan. O'pkaning yiringlanishi aniqlangan va yiringli jarrohlik xirurgiyada u bemorni uzoq vaqt davolaganmiz. Aytmoqchimanki, kasallikni davolasak ham, agar organizmning immuniteti past bo'lib, kurashuvchanligi kam bo'lsa ham asoratli berishi mumkin. Shuning uchun doimo shifokor nazoratida bo'lish kerak.
oddiy zotiljamlarni so'rilishi uchun 3 oydan 6 oygacha vaqt kerak bo'ladi. Bizni bemorlar o'ziga bee'tiborli bo'ladi. Masalan, o'sha davolanib chiqib ketgandan keyin o'zini u yoqdagi o'sha zotiljami so'rilishi uchun kerakli bo'lgan shart-sharoitlarga rioya qilmasliklari natijasida ham immunitet pastligidan asoratlanishgacha olib boriladi. Shuning uchun o'sha davolanib chiqib ketgandan keyin ham bemorlar o'sha pnevmoniyani, zotiljami so'rilishini davriga e'tiborliroq bo'lishlari kerak bo'ladi. O'sha paytda berilgan tavsiyalarni o'z vaqtida bajarishi, o'zini ehtiyotini qilishi, to'g'ri ovqatlanishi, jismoniy yuklamalarni o'z vaqtida berishlikni tavsiya qilamiz. Zotiljamni asosan tasdiqlab beruvchi, diagnostika qiluvchi metodlardan biri bu o'pka rentgenografiyasi va ko'krak qafasi a'zolari kompyuter tomogramma tekshiruvi hisoblanadi. Ana shularida o'pka to'qimasidagi yallig'lanishni darajasi qaysi bo'laklarda, necha segmentlarda davom etayotganligi aniq-tiniq ko'riladigan metodlardan biri hisoblanadi. Ko'ksaroy gospitalimizda pulmonologiya bo'limini ochganmiz. Pulmonologiya bo'limida 20 ta o'rin bor. Bu o'rnimiz, bu bemorlarimiz bo'limda o'sha zotiljam, asoratlangan zotiljamlar, surunkali o'pka obstruktiv kasalliklari, bronxial astma, surunkali bronxit hamda surunkali allergik bronxitlarni, o'pkaning interstitsial kasalliklari, o'pkaning sarkidoz kasalliklari bilan bemorlar davolanib kelishadi. Bizning bo'limda shu pulmonologik kasallar uchun hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Mana shu har bitta bemorni ko'rganimizdan keyin ularga alohida davolanish rejasi tuziladi. Kasallikning o'tkir davrida, o'tkir osti davrida, so'rilish davrida qilinadigan muolajalarimiz hammasi protokol asosida olib boriladi. Endi bo'limimizda shu muolajadan tashqari yana fizioterapevtik, ingalyatsion metodlar bilan davolash usullarimiz bor. Ingalyatsion metodlarimizga bu nebulizerlar orqali bemorga dorilarni purkash yo'llari bilan nafas yo'llariga to'liq yetib borish darajada davolaymiz. Fizioterapevtik muolajalarda asosan tuzli g'orlarimiz bor, elektroforez muolajalarimiz bor, ko'krak qafasi a'zolarining massajlari bor, so'riltiruvchi magnetoterapiyalarimiz bor. Shularning hammasini bemorga rejali qarab, hamroh kasalliklarini hisobga olgan holatda davolash rejasi tuziladi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga pulmonologik kasalliklar to'g'risida savollar tug'ilgan bo'lsa, kommentariylarda yozing, shaxsan o'zim javob beraman.